hurmatli kuzatuvchilar, bugun bizning erkin kunimiz ekan. Biz bugun plyajda va dengizda cho'milishga qaror qildik va albatta u katta dengizlarni sizlarga ko'rsatamiz. Tol ko'chalaridagi bozorlarni aylanishga harakat qilamiz va albatta sizlarga hammasini ko'rsatamiz. Mana bu do'stkamizlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu do'stga xudo xolasa hamma komandamdagi qizlarni yozib chiqaman, chunki ular ham shu yerga sayohatda ko'rishligisini nasib qilishi uchun hozir birga sizlar bilan yozamiz.